Hozir u bolalar qayerda? Hozir mana kutib oladi. Hozir 10 ta kam 12 da keladi. Hammasiga biz Amir Temur xiyoboniga borib, hammasiga men o'zim yangi Malibu beryapman. Kecha tabrik yubordim. Haqiqatda kecha men o'zim yozganda ham bu yoshlarimiz nimaga qodir ekanligini, u jang bo'ldi kecha. Haqiqiy qahramonlik bo'ldi kecha. Millatimizni nimaga qodir ekanligini bilasizlarmi? Odam yuragi shunday sanchib o'tirdiki, endi bolalar endi o'zini shu men Amir Temur qoni bormanda, men o'zbekman deb o'zini shunday jasorat bilan yutdi-da ular. Bu nima? Bu ham mana esa bu futbolni men ochiq gap o'zim qo'lga olganman. Hamma korrupsionni olib tashladim. Agar eshitgan bo'lsalaring, futbolda juda ko'p odamlarni haydab yordim. İçini tozaladik. Yosh bolalarda haligi tanish bilish bo'lmagan haqiqiy jaydari bolalar ular. Hech qaysini orqasida bir odami ham yo'q, hech kimi yo'q. Qashqadaryoda ham bir 3 ta bor yerda. 3 ta bor. Ha, 4 ta bor. Uni shuning uchun agar adolat bo'lsa, adolat korrupsiya